bugun sizga mana shunday hikoya aytib beraman. Bir qaysidir davlatning podshohi odamlarni kuzatish uchun magistral yo'lga katta xarsang tosh tashab ketibdi-da. Keyin kuzatuvga odam qo'yibdi. Oradan ozgina vaqt o'tib, o'sha davlatni bir savdogar mansabdori toshning atrofidan o'tib ketayotganida rosa baqir-chaqir qildi-da. Keyin men tegishli joyga shikoyat qilaman, bu toshni tashagan odamni jazoga torttiraman, u yoq edi, bu yoq edi deb o'tib ketibdi. Oradan ozgina vaqt o'tib, bir qurilishda ishlaydigan inson o'sha toshga qarab, xuddi savdogar aytgan gaplarni faqat pastroq ohangda sal haqorat qilib o'tib ketibdi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin uchta o'spirin 18 yoshlar atrofidagi toshni atrofidan aylanib rosa mazah qilib, masxara qilib, ahmoq, unday edi, bunday edi, rosa haqorat qilib o'tib ketishibdi. Oradan 2 kun o'tibdi. Bir dehqon yo'ldan o'tib ketayotib, toshga ko'zi tushibdi-da va hech narsa demasdan yeng shimarib toshni olib tashlashga harakat qildi. Kuchi yetmagandan keyin atrofidagi odamlarni ham chaqirib toshni olib tashlabdi. Toshning tagida bir sandiq bor ekan. Sandiqning ichida bir bo'lak tilla hamda xat bor ekan. Xatda shunday yozilgandi: "Men mana shu davlatning podshohiman va bu tillalar senga. Sen yaxshi inson ekansan. Muammoni atrofida baqir-chaqir qilmasdan unga yechim izlab hal qilding" degan ma'nodagi xat ekan. Xulosa qilib aytganda, hayotimizda ham ba'zan muammolarga duch kelamiz. Albatta bu muammolardan biz Allohning izni bilan yechim topib ketamiz. Shunday ekan, muammoni hammaga gap so'z qilib, baqir-chaqir qilish o'rniga unga yechim izlashga harakat qilishimiz kerak. Shundagina Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shunaqa. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bundan ham zo'r hikoyalar bor hali. Sog' bo'linglar.